Bugun sizlarga qo'limdagi mana shu telefonlarni bitta video obzor qilib beraman. Qiziq bo'lsa videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi telefonimiz Poco X6 Pro. Poco X6 Pro deb nomlangan modelimiz albatta 5G poddeshga qiladi. Holatini ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib, tiniq, silliq, sut holatda ekan ushbu telefonimiz. Hech qanday aybi nuqsoni yo'q, garantiyali va ishonchli. Korobka dokumentlarga ega bo'lgan ushbu apparatimizning xotirasi 512 GB. Operativniy tizimi esa 12. PUBG uchun 120 FPS bemalol ishlab bera oladi. Albatta korobka dokumentlari mavjud. Telefonimiz sizni qiziqtirgan bo'lsa, aloqaga chiqing. Albatta shu mahsulotni sizga sotishga biz tayyormiz. Ikkinchi telefonimiz Samsung A34. Samsung A34 telefonimiz buni ham narigi okalardan qolishmaydigan holatda, ajoyib holatda, ya'ni menimcha ayol kishi ishlatgan shekilli juda ham akkuratni ishlatilgan ekan, qirilgan, sirilgan, petnoyagan, alishgan, usta ko'rgan joylari yo'q. Biroz mana shu yeri chexolda ishlatilganligi sababli izlari paydo bo'lib qolgan, ammo ko'zga tashlanmaydigan darajada chexol qo'yib olsangiz hech nima bilinmaydi. Telefonimiz super ideal holatda, ikkita sim karta poddeshga qiladi, xotirasi 128 GB. Imekalar ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan. Ana shu telefonlarimizni qaysi biri sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa yoki qaysi biri haqida ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu nomerlarga telefon qiling yoki ushbu nomerdagi Telegram orqali bog'lanib qo'shimcha ma'lumot olsangiz bo'ladi. Uchinchi telefonimiz esa iPhone XR. XR telefonimiz sap-saro rangda, holatlari ham ajoyib holatda saqlangan ekan. Bunaqasi kamdan kam keladi qo'limizga. Xotirasi 64 GB, batareya yo'nqisi 79% tashkil etadi. Holatini ko'rishingiz mumkin. Menimcha juda ham yoqimli holatda saqlanib qolgan. Liboy odamni qiziqtiradi. Hech qanday aybi nuqsonlari yo'q. Ishlab turgan telefon imekalar ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan. Tayyor. Ushbu telefonimizni narxi nechta pul deb qiziqayotgan bo'lsangiz, $150 ga chiqarib yuboramiz. Albatta 30 kun davomida garantiya qilib beriladi. Ushbu telefonimizni agar siz boshqa viloyatda turib xarid qilishni xohlasangiz, sizga pochta orqali dastavka qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Qiziqmi? Tezda aloqaga chiqib qo'ying. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. G'am qilmang, agar siz boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, sizga pochta orqali dastavka qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.